Jizzax viloyat qo'riqlash boshqarmasi rahbariyati tashabbusi bilan tizimda faoliyat olib borayotgan xodimlar o'rtasida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, ularni badiiy adabiyot mutolaasiga ko'proq yo'naltirish maqsadida e'tirofga sazovor ishlar amalga oshirilmoqda. Zafarobod hamda Paxtakor tuman qo'riqlash bo'limlarida tashkil etilgan tadbirlar bunga yaqqol misol bo'ladi. Jizzax viloyat qo'riqlash boshqarmasi va Zafarobod tuman axborot kutubxona markazi bilan hamkorlikda bo'limda xizmat faoliyatini olib borayotgan xodimlarning kitobga bo'lgan e'tiborini oshirish, intellektual salohiyatlarini yanada yuksaltirish maqsadida ajdodlarimiz merosi, kelajak poydevori mavzusida zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. Unda Zafarobod tuman qo'riqlash bo'limi xodimlari 3 guruhga bo'lingan holda jadidchilik namoyandalari hayoti va ijodi, ularning asarlari asosida tuzilgan savollarga javob berishdi. Bugun Zafarobod tuman qo'riqlash bo'limi hamda Zafarobod axborot kutubxona markazi bilan hamkorlikda xodimlarimiz o'rtasida kitobxonlikni rivojlantirish maqsadida zakovat turniri tashkil etildi. Ushbu turnirdan ko'zda tutilgan maqsad xodimlarimiz orasida kitobxonlik madaniyatini yana rivojlantirish. Ishonamanki, bu kitobxonlikni turnirlarni o'tkazishdan asosiy maqsadimizga erishdik deb o'ylayman va xodimlarimiz orasida va ularning farzandlari bilan ham kitobxonlik oila bo'lib o'qishni targ'ib qilib chiqamiz. Aytib o'tishimiz mumkinki, o'ziga xos bilimlar bellashuvi davomida jamoalar mavzu yuzasidan chuqur bilimga ega ekanliklarini amalda namoyon eta olishdi. Yakuniy natijalarga ko'ra birinchi o'rin Renessans jamoasiga nasib etdi. Liderlar jamoasi ikkinchi o'rinni band etgan bo'lsa, uchinchi o'rinni F6 jamoasi qo'lga kiritdi. Ishtirokchilarga Jizzax viloyat qo'riqlash boshqarmasi tomonidan kitoblar jamlanmasi taqdim qilindi. Paxtakor tuman axborot kutubxona markazi bilan hamkorlikda o'tkazilgan kitob insoniyatning qalb gavhari, tafakkur xazinasidir mavzusidagi kitobxonlik kechasini ham shu kabi tadbirlarning uzviy davomi sifatida e'tirof etish mumkin albatta. Ushbu tadbirda markaz xodimlari tomonidan kitob mutolaasining inson ongi va ruhiga, tafakkuriga ta'siri xususida so'z yuritildi. Tadbir davomida ishtirokchilar kutubxona fondi bilan yaqindan tanishtirildi. Jarayonda qo'riqlash bo'limi xodimlari kutubxona markaziga a'zolikka qabul qilindi.